Motoblokni zo'ri kerakmi? Ba'zadan birinchi qo'ldan optim narxlarda garantiyali motoblok kerakmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Xalqim biz boshladik. Xohlagan original bo'lgan 7 ga 9 F motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Motorlari 17 talik korobkali motor, motori 7 170 motor va korobkasi 17 talik eng katta korobkalar bilan jihozlangan motoblogimiz bo'ladi. Sifatlari ideal, zo'r ishlangan bo'ladi. Zavod tomonidan chiqqan har qanday birrak, sirrak, yoriq, hattoki mana shu pichoqni bitta chizig'i noto'g'ri bo'lsa ham alishtirib beramiz. Qizig'i yo'q. Mabodo bitta siri ko'chgan bo'lsa ham muammosi yo'q, alishtirib beramiz, muammosi yo'q. Kerak bo'lsa telefon qilib kelaverasizlar. 4 qatordan 8 qator frezer komplektida olasiz. 410 talik balon va eng birinchi navbatda aytganimizdek, yuraklari baquvvat bo'lsin degandek, korobkalarini 17 talik korobka qo'yib beramiz. Korobkalarni 17 talik korobkada olasiz. Va undan tashqari moslari ham 32 lik moslardan qo'yilgan bo'ladi. 32 lik moslardan olasiz. Qo'llari ham baquvvat, uzun qo'llardan qo'yilgan va mexanizki rollardan qo'yilgan bo'ladi. Ko'p joyda bilasizlar, avtomatda salgina xushlashmaydi, chunki mexanizki nomer 1 yaxshisi bo'ladi. Va undan tashqari mashinli filtrlar, 6 litrlik baklar bilan jihozlangan bo'ladi. Kelib cheklanmagan miqdorda xarid qilishingiz mumkin. Like va obunani bosasizlar. Bu bitta motoblogimizga nima narsa bo'lsa, hamma narsasi bor, mashinada chigacha bor. Hamma narsasigacha bor. Kelib xarid qilaverasizlar. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, like va obunani bosasizlar. Optim chakalar ham telefon qilib kelaverasizlar. Narxi ataga 3,750 ming so'm. Optim chakalarga optim narxlarda chiroyli qilib beramiz. Faqat like, obuna, komment chiroyli yozib, keladigan joylaringizga birinchi qo'ldan optim bazadan Toshkent Ark-Blok bozorda xarid qilishingiz mumkin. Yana nimalar bor? Gusnishni apparatlarimiz yetib kelgan. Undan tashqari va yana ham undan tashqari motobloklarning katta bazasida kolleksiya mana dizelni, benzinli gusnishni apparatlar hamma turlaridan kelgan. Like, obunani bosib kelaverasizlar. Birinchi qo'ldan omad deb yozib keladigan insonlarga bilasizlar, bizda ashaddiy muxlislarimizdan like, obunani bosib, kommentariyaga yozib keladigan insonlarga eng zo'rini ichidan xudo xolasa drabelkalardan zo'rini bittasini bir oyda mana shu nimamiz sizga bir oy qo'yamiz. Mana shu videomiz 10 mingta like yig'ib qo'ysa, mana shunaqa drabelkadan 5 tasini qo'yaveramiz. Bir oydan keyin aniqlaymiz. Bir oydan keyin. O 5 ta mana shundan qo'yaveramiz. 5 tadan keyin ichidan chiqqaniga 10 mingta like yig'ib, kommentariyada muammosi yo'q. Kommentariyada kim yozgan bo'lsa, shu kommentariyada aniqlanadi faqat. Eng original 4 ta oyoqlik 6,5 kilovatlik motorli bilan jihozlangan, sifatlari zo'r ishlangan drabelkadan 5 tasini qo'yaveramiz. Faqat like hisobi 10 mingta bo'lishi kerak. Kommentariya kim yozsa bo'ldi, kommentariyada aniqlanadi. Omad deb yozib qo'yishni unutmang. Jonlaringiz sog' bo'lsin.